Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaqa joroz Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islaq 2025 yıl 2. ayının 27. günü vatandaş. Haftaga Perşembe. Bugünkü vaziyetimiz Esaq Tünügülletin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Aqsarayda hukumat kabineti yig'ini chaqirib shu yig'inda debdiki Yevropa İttifaqının qurilishi bu Amerikani avar qilish uchun yoki Amerika qartilgan yoki Amerika taqobil turish uchun degandek bir og'iz gapni qilibdi vatandosh. Buni Yevropa İttifaqı qanchalik javob qaytiribdi. Bu bir vaziyat. İkinci bir vaziyat hazır. Bu qatam ikinci qatimliq suhbat. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Marco Rubio, Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov ikinci qatimliq suhbatni Turkiyaning İstanbul shahriga o'rinlashtiribdi vatandosh. 2. ayının 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining suhbat vakillar uyumiga davlat ishlar kotibi Marco Rubio yetakchiligida ondan Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar ministri Lavrov yetakchiligida suhbat vakillar uyumiga Saudiya Arabistonining Riyod shahrida yig'in ochgan edi. Şu vaqtda men o'zimcha buni bir qismanlik deb hisobladim endi. Chunki hozirgacha men o'zimning doirasini aytganda bu Rossiya, Amerikadagi ikki buyuk bir cho'ng davlatning Saudiya Arabistonining qaysi bir shahrida yig'in ochgan tarixi yo'q edi vatandosh. Endi bu bugungi kun kelganda Saudiya Arabiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati Saudiya Arabiston bilan Moskva yani Rossiya Federatsiyasi munosabati bu davlatlar o'zlariga oshkor endi sirtqa tashqari dunyoga aytganda yani yuzimizning bilish doirasida bilib turayotgan ishlar vatandoshlar bu munosabatda birinchi qatim Saudiya Arabistonda aytilganda buni bir xil his qildik danga. Endi ikkinchi qatim bu suhbat yani shu suhbatning davomi. İkinci qatim bu suhbat endi Turkiyaning İstanbul shahrida aytildi deb inglizcha kelgan xabarga to'g'ri tushundimmi yoki xatomi saqlab oldim. Hozir o ikki davlatning Amerika Qo'shma Shtatlarining diplomatlari bilan Rossiya Federatsiyasining diplomatlari Turkiya İstanbulda yig'in ochdi dedi. Buning bilan yana avvalgi bosqichdagi sezgilardagi, tuyg'ulardagi ba'zi paydo bo'layotgan fikrlar va sezgudagi fikrlar uni darhol til orqali ifodalab bir jumla shaklida keltirolmaysiz vatandosh buni. Shuning bilan bugun bu vaziyatda bir ish yoki bir vaziyat yoki bundoq aytganda Ukraina masalasi, Rossiya masalasi, urush masalasini jiddiy oxirlashtirishdan iborat shundoq taqozolik. Bunun da 10 gün burun tahminen Saudiya Arabistan'da yig'in ochildi. 10 gün keyin endilikda bugunlati 27. kuni bugun juma İstanbul'da yig'in ochildi bu bir vaziyatga vatandosh. Bugun sizlarga so'z aytgan leksiyalarimiz undan keyin ondan qisqa xabarlar bo'yicha bundoq bir xabar kelibdi. Birinchi qisqa xabar Prezident Donald Trump Cumhuriyet'in setip oladigan her qandaq maddi mahsulotni setip elişin çekildi. Demek savdoda eksport import munosabati doirasidagi Cumhuriyet'in setip oladigan her qandaq maddi mahsulotni setip elişin çekildi. İsyan ko'tarildi. Mustaqillik talab qildi. Şinjan'da ciddi bir halda uftirash qilindi. Jungoda qurolli qo'zg'alan ko'p nuqtalarda portildi. Shavlin moliyasi
2 ayının 20 günü YouTube 46 minut ilgili. Muşu haberini sizge yetkizdim, ben gördüm, elip çıktım. Bunun rastı qançilik, yalgını qançilik, hazır bu sözləvatqan sözdür mü paketdə manda şengil bulmay. Çünkü başka matbuatlar, yoki xalqaralaşqan matbuatları tundaq bana haber görülmedi. Mesela Şinjan'da bunda iş oldu, onda iş oldu degen haberler görülmedi. Endi hazır Prezident Donald Trump'ın Cungo'dan setip alıngan mahsulatlarını elişin çekligellik hazır iki devlet oturuşki savdo münasibetlerde yani bunda ihtimallıklar var degeli buludu. Bir yazmış şekilde bir haber kemmigiçe bunu mukumlaştıramaymış. Şunu sile muşu abzastaki mezmunga tenkidi yaki işini şenmezsek noktayı nazarda qarab bir tarafı insanlar buldu vatandaşlarım. Yani bir haber. Prezident Donald Trump ötmüştü Amerika siyasi yolları. Köreş kılımızlıki münasebetini buzmayımız deydiğen prensipli körü bitip, yüz hatırını gayrı bitip, dünyana çüçkidek emeli gep kıldı. Cansınca, 2 ayının 27. günü yutup. Bunu hazır gördüm, anladım, toluk emez. Asaslık mezmunu geçip geldim. Birinci başta ettik ki, Prezident Donald Trump Avrupa İttifakı'nın kuruluşu əməliyyatı Amerika kartlığa yoki Amerika'nın avar qilish üçün qurulğan dedi deyle. Bu bir aşkarı gep de, hiç kaçan oturuşmagan gep de vatandaş. Dedi deyle, bunu bir vaziyetteydi, Prezident Trump yaratkan vaziyetteydi. İkincisi, daha nem dedi hazır, cansınca. İkincisi şundak dedi ki, hazır Marco Rubio Devlet İşler Katibi Amerika Koşmuş Ştatları. Yakında bir ziyaret kubul kılganda, yani ayda dağlık bir torbiti var, şu torbitinin Albright demdi, şuna bir torbiti var. Şu torbitinin ziyaretini kubul kılganda ayda keskin aldı, etkanda kazı. Cungu bilen Amerika oturusu, Cungu bilen Tayvan oturusu münasibetlerde. Yaki şundan oynayıp gülüp, anda Rusya, Cungu münasibeti Rusya, Amerika Koşmuş Ştatları münasibeti kelgendi depti ki, biz elbette Rusya ile birleşip Cungo'nun mındaq işlere qarıştırmız degen gepni eytipdi. Toluq ma'nisi bilen bolmasın taxminen alalım şuna eytipdi. Bunu yazmış şekilde tayyorlab vatandaşlarni aldığa taşlaymayız bunu. Hazır şu 3 mesele boyunca bu meselelerini vaziyet deseniz vaziyet bo'lganda nihoyat ciddi. Birincisi Amerika Qo'shma Shtatlar ile Avrupa İttifaqı o'tirishga munosabatga berib taqiladi. İkincisi Amerika Qo'shma Shtatlar ile Xalq Cumhuriyati o'tirishga munosabatga berib taqiladi. Shunda qaraganda bu vaziyatning nihoyat nuqtaliq, nihoyat g'olliq, nihoyat sezgir bir qismi deb qarasangiz bo'ladi vatandaş. Endi sizlarga yetkazgan xabarimiz endi boshqa leksiya shaklida yetkazgan xabarimiz bunda vatandaşlar. Evvel müşünyet güzeyliğe. Prezident Trump Avrupa İttifakı'nı qattiq tanqidlab, Amerikaga taqabul turish uchun qurilgan deb ko'rsatdi. Avrupa İttifakı bu gapga javob qaytardi mavzuli xabar 2 ayning 26 kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Donald Trump 2 ayning 26 kuni mundaq ko'rsatdi. Yani to'g'ri Oqsaroyga kirib bir oydan keyin ishki kabinet yig'ini chaqirdi. Fikr bayon qilib, Avrupa İttifoqining qurilishi Amerikaga taqabul turishchi yoki Amerikani avar qilish uchun degandek shu mazmunda fikr qilib ko'rsatdi. Bu söz Avrupa'nın ittifaqlaşıp, birleşişi iqtisadi ve müdafiə işlerideki toqunuşqa taqabul turuş deydiğen tarihi tən elişin negizi bilen inkar qılğanlıqlar. Bu iş şiddetlik dolqun qozğudu. Yakımışı gep şiddetlik dolqun qozğudu. Bu toğrida Avrupa İttifaqının bayanatçısı mundaq ko'rsatdi. Binormal savdo to'sqinliklariga darhol va qattiq javob qaytaramiz.
Fransiya agentlığı xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Kabinet yig'inida, hukumat kabineti yig'inida Prezident Donald Trump rostini aytganda Yevropa İttifaqının qurilishi Amerikani avar qilish uchun deb aytdi, ko'rsatdi. Yevropa İttifaqı tamoyna bo'yicha qo'yishni qaror qildimizmi deb savol qo'yilganda Donald Trump bunday javob berdi. Tez arada e'lon qilamiz. Umuman 25%dan boshqa emas. Yevropada eksport qilingan tovarlarga nazmishadi ochiq aytibdi tunigillardan boshqa emas. Tez arada e'lon qilamiz. Yevropadan kiradigan Amerika bozoriga kiradigan mahsulotlarga 25%dan tamoyna bo'yicha qo'yamiz. Prezident Donald Trump yana bunday ko'rsatdi. Yevropa İttifaqı o'xshamagan shakllarda Amerikadan hayon elayotdi, yoki Amerikadan foyda elayotdi. Dollar elayotdi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Yevropa bizning mashinalarimizni qabul qilmayotdi, yoki bozorga Amerikaning mashinalari, balki elektrik mashinalar bo'lsa kerak, mashinalarimizni Yevropa bozoriga qabul qilmayotdi. Ular asosan degidek bizning yezi iyilik mahsulotlarimizni Yevropa bozorlariga qabul qilmayotdi. Har qanday sabablar bilan Amerikaning yezi iyilik mahsulotlarining Yevropa bozoriga kirishini rad qilyotdi. Bu qatim Yevropa İttifaqı bayonotchi javob qaytarib bunday ko'rsatdi. Erkin savdoga benormal to'sqinlik paydo qilishga bo'libmi tamoyna bo'yicha orqali qonunliq va kamsitishni qabul qilmaydigan siyosatga xirish qilishlarga darhol javob qaytaramiz. Buni qo'yib turaylik Yevropa İttifaqıning bayonotini hamda Prezident Donald Trumpning so'ziga javob berdi deydi. Yo'q, qaltis gap ekanda. Amerikaning yezigilik mahsulotlarini Yevropa bozoriga kirishni rad qiladi ekan. Andan keyin hozirgi shu elektrik mashinalar bo'lsa kerak, navbatda Amerikaning mashinalarining ham Yevropa bozoriga kirishini rad qiladi ekan. Shunday ahvolda siz qanday fikr qilasiz vatandoshlar? Bu savdo degan o tarafdan keladi, bu tarafdan boradi. Bar tavog'im, yan tavog'im. Yanmasang o'ttirliqda sun tavog'im deydi Uyg'urlar. Acaba bu Amerikaga Yevropaning mahsulotlari kirib keladi? Mesela benzin maşini demdi. Yani nima Yevropada hammasi keladi Amerika bozorlariga. Amerikaning mahsulotlari mesela yezigilik mahsulotlari yuqorqidek. Yani boshqa mahsulotni Yevropa bozoriga kirgan qo'ymasang, endi bu qanday gap bo'ldi vatandosh? Shuning yarasha Prezident Trumpning degan gapini hargiz undan buna tushunmay to'g'ri tushunmizda vatandosh, to'g'ri-da. Savdo bordi keldi savdo. Yevropa İttifaqı dünyadaki erken bozori hisoblanganda bu Amerika uchun aytganda baxtli bir ishdir. Baxtli ishga sening bozoring erken bozoring Yevropa ikki xil malni qabul qilmaydi ekan Amerikadan. Bu qanday Amerika uchun baxtli ish bo'ladi endi bu? Amerika Savdo Ministerligining statistikasiga asoslanganda o'tgan yili Yevropa İttifaqıning Amerikaga elib kelgan ta'tir farq savdosi 200 milyard 356 milyon dollar. Yevropadan kelgan ta'tir farq. Shu yili o'tgan yili masalan Jungodan Amerikaga yetib kelgan savdo ta'tir farqi ta'tir farqi 200 milyard 956 milyon dollar. Yevropaning Jungodan sal kamroq. Jungoning nima bo'lsa ozayibdi vatandosh, bundan 400-500 yillar burun 400 milyard 500 milyard qadar keldi-da. Ta'tir savdo farqi Amerikaga paydo qilgani bugun endi 200 milyard 956 milyon dollar bo'lsa, bu tushgan ta'tir farq bo'ldi. Biroq yana Yevropa İttifaqınikidan ortiqkan, Yevropa İttifaqıning paydo qilgan ta'tir farqimi Jungoniki yetib qopa ta'tir farqi vatandosh. Shunday ahvolda sabab boshqa kelsa Prezident Trump ko'rsatdi. Mesela yezigilik mahsulotimizni Yevropa bozoriga kirishiga ruxsat qilmasa, rad qilsa. Mashinasozlik sanoatimizning mahsulotini Yevropa bozoriga kirishini rad qilsa.
Şunun yarışa gep buladı da vatandaş. Bu haberimiz tügüde. Endilikdeki yana bir mavzu siz dikkat kıladigan mavzuanda bu. Kreml sarayı mundaq ko'rsatdi. Del hozir Amerika Rossiya mutaxassislari suhbat o'tkazyapti. Prezident Donald Trump bilan Prezident Vladimir Putinning yuqori darajali suhbatiga yo'l ochdi. Mavzuli xabar 2-ayning 27-kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kreml sarayı 26-kuni haftaning 3-kuni mundaq ko'rsatdi. Dal hozir Rossiya va Amerika o'rtasida mutaxassislar darajali suhbatiga tayyorlik qilyapmiz. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Kreml sarayı bayonotchisi Peskov mundaq dedi. İki tarafning bir tushunishi bor. Amerika bilan Rossiya tarafining bir tushunishi bor. Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Donald Trump to'liq tayyorlik qilgandan keyin ondan ko'rishishi kerak. Demak, suhbatda Rossiya taraf nima deydi? Suhbatda Amerika taraf nima deydi? Buning to'liq tayyorlik bo'lishi kerak. Bu shu suhbatning ochilishi uchun dastlabki shu mavzularda fikr qiladigan mutaxassislar suhbati boshlandi hozir. Boshlanish oldida shuni tayyorlik qildik deydi. Baş nima dedik? Bugun yani ikinci qatimliq suhbat. Balki şu Saudiya Arabistondagi suhbatning davomi hozir İstanbulda boshlandı deydi. Lekin bayonotchi Peskov qachon qayerda ko'rishirganlik to'g'risida tafsilli xabar bermadi. Prezident Donald Trump bilan Prezident Vladimir Putin qachon qayerda ko'rishdi, bu to'g'rida xabar yo'q. U mundaq ko'rsatdi. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, ikki taraf rahbarlari yana bir qatim telefonda so'zlashish mumkin. Zarur topilganda Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Donald Trump yana telefonda so'zlashish mumkin. Mesela 2-ayning 12-kuni so'zlashgan edi. Nima? Hozir 10 kun deydi, shuning muvofiq kelyapti deydi. Yana zarur topilganda ikki davlat rahbari telefonda so'zlashishi mumkin. Lekin hozircha bunday planmi yo'q. Hozir dal tashqi ishlar ministerlikleri mutaxassislar darajali suhbat o'tkazishga tayyorlik qilinyapti. Boshlaydik. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Donald Trump Rossiya bilan Ukraina o'rtasida darhol urush to'xtatishni umid qiladi. Prezident Vladimir Putin mush hafta Ukraina masalasida tez kelishim hosil qilish umidini normallashtirib mundaq ko'rsatdi. Amerika Rossiya uchrashishi Moskva bilan Washington o'rtasidagi ishonchni yaxshilashga oldirilishi kerak. Saudiya Arabistoniga shunday qoldi, shunday deydi-ku. Shu yig'indan kelib chiqqan dilning asosligi qarasangiz bu Ukraina Rossiya urushi masalasi emas, asosligi Amerika Qo'shma Shtatlar Rossiya munosabatini qanday yaxshilash. Hozirda Prezident Vladimir Putin nima deydi? Bizning suhbatimiz eng asosligi Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatini yaxshilash tarafga eg'ishi kerak. Yoki asosli mavzu mushu davatida Prezident Vladimir Putin. Peskov Ukraina bilan Amerika o'rtasida o'tkazilgan konsullar kelishimi to'g'risida baho berishni rad qildi. Ata juma kuni keladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Washingtonda Aqsaroyni ziyorat qildi. Mush jarayonda Prezident Donald Trump bilan Ukraina prezidenti Zelenskiy o'rtasida bir kelishim imzolanadi degan xabar chiqdi vatandosh. Prezident Donald Trump bunda ko'rsatgan edi. Bu kelishim Rossiya Ukraina urushida Ukrainaga berilgan pulni mush yo'l orqali qaytarib kelishni maqsad qildi. Ukraina bilan Aqsaroyda imzolangan kelishim mana mushuni maqsad qildi dedi. Kreml sarayı bayonotchisi Peskov Ukraina prezidenti Zelenskiyning Washingtonni ziyorat qiladiganligini tilga olib o'tdi.
mayli kelishim imzalasin yoki boshqa bir ish biz kutib turamiz, deydi Kreml Sarayı bayonotchisi Peskov. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bu ishdan xabardor bir kishi haftaning 2 kuni Reutersga mundaq aytib berdi. Kelishimda Amerikaning bexatarlikka bergan kapolati yoki Ukrainani davomli qurol-yarog' bilan ta'minlash to'g'risida hech qanday bir gap yo'q. Kelishim yoki Ukraina bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida imzolangan kelishimda bu to'g'rida hech qanday bir gap yo'q. Lekin Amerika Ukrainaning erkin, egilik huquqliq, bexatar bo'lishini umid qiladi. Yana bir yangi xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Trump chorshanba kuni tushda Oqsaroyda mundaq e'lon qildi. Ukraina prezidenti Zelenskiy juma kuni Oqsaroyni ziyorat qildi. Biz nihoyatda cho'ng bir kelishim imzolaymiz. Bu kelishim serak to'pa va boshqa taraflarga chetiladi deb ko'rsatdi prezident Donald Trump. Ukraina prezidenti Zelenskiy Ukraina bilan Amerikaning mustahkam munosabati insoniyatga baxt yaratadi deb ko'rsatdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi haftaning 1-kuni dushanba mundaq e'lon qildi. Ikkinchi qatimliq Rossiya-Amerika suhbati mushu haftaning oxiri o'tkaziladi. Yanala Saudiya Arabistonida o'tkazilishi mumkin. Mana bu ikkinchi qatimliq suhbatni Saudiya Arabistonida o'tkazilishi mumkin deyilibdi bu yerda. Bugun xabarda Istanbulda o'rnashtirildi, Istanbulda o'tkazildi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Ravlov mundaq ko'rsatdi. Moskva qabul qila oladigan kelishim bo'lganda urush andin to'xtaydi. Bu talab bek yuqori olib ketdimi qanday vatandosh? Bo'ldi, diplomatiya sohasida deyiladigan gaplar bor. U mundaq ko'rsatdi. Biz Ukraina, Yevropa tinchligini ishga oshirishni o'ylaydigan har qanday vakillar bilan suhbatlashishni xohlaymiz. Amaliyotda Yevropaning bu suhbatga qatnashishi qarishtirib kelayotgan Rossiya Federatsiyasi edi. Bugun bu jumlada darhol erib ketdi vatandosh. Bugungi xabarlarimiz bu shu. Bunda eng muhim nuqta Prezident Trumpning Yevropa ittifoqida so'zlagan so'zi. Ikkinchisi, hozir Istanbulda boshlangan Amerika Rossiya suhbati. Ikki muhim nuqta vatandoshlar. Ondan keyin Prezident Donald Trump hukumati kabinetining yoki davlat ishlar kotibi Marco Rubio'ning torbat muxbirlarning qo'ygan savoliga javob berganda to'g'ridan-to'g'ri. Chunki to'g'risi qilgan gapi. Masalan, buningda asl deyilayotgan gap nima desang, bundan bir ta'kidlanayotgan gap kurash qilamiz o'zaro, lekin munosabatimiz buzilmaydi. Bu po. Xitoycha shundoq deyildi, bu to'liq takrorlangan. Bo'lib bu Amerika Jungo munosabatida to'liq takrorlangan so'zda hozir bu kurash qilamiz yoki munosabatimiz buzilmaydi degan so'zni eg'iz qilish bu yoq bo'lsin. Xabar deyilibdi, Johnson debdi. Prezident Donald Trump bunday gapni cho'rib tashlab o'tdi dedi. Yevropa to'g'risida hali qanday gap qildi dedi. Endi Jungo Amerika munosabati to'g'risida biz Rossiya bilan birlashib Jungoga qarshi turamiz dedi. Oshkora aytib o'tdi bu gaplarni. O'tirg'i chiqib qoldi dedi. Demak, bu yerda hozir siyosatda to'g'ri bo'lamdi, xato bo'lamdi, gaplar bu yerda qoltirgan dedi-ku. Amerika qudratli davlat. Amerika nima deyish kerak bo'lsa, yoki nimani deyish kerak va lozim deb qaragan bo'lsa, Amerika shuni deyish kerak. Mana bu o'tandek gap endi. 16 gap deymiz bundaq gapni. Chunki shuni sizlarga so'zildik. Mana bugun endi kurash qilamiz, munosabatimiz buzilmaydi deydigan yasalma gaplar qaraganda Amerika tarixidan yoki Amerikaning diplomatiya tarixidan so'z iboralar qatoridan o'chirildi. Jungoloq apandilar bu endi o'chirildi deymiz vatandoshlar.